Bexillik kesellikdir. Abdori Muhammed Yusuf. 3. qism. Berish va beg'ishlash hamma tal bo'lgan kishilarning ishi emas. Xayr saxovat qilish, muhtojlarga yordam qilish, yetimlarning beshini silash, o'quvchilarning xarajatini berish, boylarning ishi bo'lmagandek. Kishilarga yaxshi yomonni bildirishmi dinda to'shqan olimlarning ishi emas. Shuningdek, vatanning va xalqimizning davosini qilish tashkilotlarning yoki ma'lum kishilarning ishi emas. Balki yo'qlikda turuqlik berish, oz bir narsa bilsimi bildirishdan aymaslik va vaqti qis turuqlik din va millatga foydali ishlarga vaqt chiqarish har bir vijdon egasining ishidir. Shunga biz o'zimiz muhtoj turuqlik berishni, oz bir narsa bilsakmi bildirishni va vaqtimiz yo'q turuqlik vaqt chiqarishni o'zimizga odat qilgan va farzandlarimizni shuningga odatlantirgan vaqtimizda fazilatli kishilardan bo'la olamiz. Ko'p hollarda boyning berginidan o'z turmushini oron qamdab ketayotgan kishining bergini fazilatli bo'ladi. Shuningdek, ba'zida biror o'limoning o'rgatganidan oz bir narsa bilsimi, uningga to'liq amal qiladigan kishining o'rgatgani muvaffaqiyatli bo'ladi. Ba'zida ishi yo'q, vaqt ko'p odamlarning din va vatan uchun xizmat qilganidan, vaqt ichidan vaqt chiqaradigan, vaqtni oltindanmi qimmatlik biladigan odamlarning qilgan ishlari g'alabalik bo'ladi. Chunki ishi yo'q, vaqt ko'p odam aslida ish qilmaydigan odamdir. Shunga ish dunyosida ishi ko'p odamga topshirg'in deydigan falsafa bor. Chunki ishi ko'p odam vaqtning va ishning qimmatini bilib qiladi. Shunga ularning ishlari hamisha utuqliq bo'ladi. Dunyoda katta natijalarni qozonganlarning hammasi ishi ko'p, vaqti qis odamlardir. Buning aksicha islom dunyosida ishim ko'p, vaqtim yo'q deydigan bir safsata bor. Dunyoda hamma odamning ishi bor. Hatto bekor talablarning, tayyorga hayyorlarning ishi bor. U bo'lsa-mu bekor talablik va ishlamay tayyorga hayyor bo'lishdir. Ishi yo'q odam go'rdili bor. Muhimi biz yo'qlikda turib berishni, bilginimizni oymaslikni va vaqt ichidan vaqt chiqarishni, o'zimizning emas, boshqalarning g'amini yeyishni odat qilib olgan va farzandlarimizga o'rgatgan vaqtimizda haqiqiy inson bo'la olamiz. Chunki musulmonlikning yo'li insonlikdan o'tadi. İnsanlık nöllerinin oldığı qo'yilgan bir degan raqam bo'lsa, qolgan fazilatlar va ortiqchiliklar nöllerdir. Bir degan raqam bo'lmasa, nöllerning hammasi bekor.